Qo'limiz beramiz. Zo'r. Tagiga qarab yotamiz, tagiga. Osmonga qarab yoting. Qo'limiz menga bering. Razmika menga ber. Xo'p, boshqa. Qimirlamay yot, 2 minut bu. Shunday yotay. Qimirlamay. Qo'lingizni tortib oldingiz, bildingizmi? Men tortayotdim. O'ziga men yoqqa tortdim, siz o'ziga tortdingiz. Bo'sh tashlamadingiz. Tomografiyalardan chiqinglar dedingizmi? Qo'lingizni bering. Olib qo'ying. Bo'sh qo'ying. Razmika bu ikkinchi. Endi bordi mana. Qimirlamay turing. Hozir o'tib ketadi. Uxlash qo'ymayaptimi ular? Ashna qapsiz yaxshi. Bo'ldi, kiraveringlar. Ha. Bar kirsam ham turadi-yu. Yo'q, men shartman, men qattiq olib qaraman bo'ldi. U yoqqa kirib yurmasin. Nimaga men savolga javob berib qo'yishim kerak edi-mi? Bu yoqqa chiqishim uchun o'chirib qo'yishim kerak. Efirni boshqa yoqqa qo'yma. Chap-chap chiqib ketaverasizlar, davay. Chaqiring. Bo'ldimi? Bo'ldi. Mashina tortib bor ekan-da. Xo'p. Yaxshi dam olinglar. Men. Ha, o'tirib turarlar. Yo'q, maza bo'ldi. Oyog'inglarni olib turinglar, o mehmonlarga. Tars tortib qo'yamiz, sira-sira chiqib ketaverasizlar. Savol javob ham qilmaymiz sizlar bilan. Aytdim, xonadagilar nozik ular dedim-ku. Tabi ham nozikda. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz qayerdandingiz? Qo'qondan. Qo'qondan, ha? Xo'p. Kasalligingiz asoratlari haqida qanday bildirdi aytib bering-da. Meni oyoq qo'lim og'ridi, keyin o'ng tomonim buksam og'ridi. O'ng tomon buksangiz og'ridi. Xo'p. Protruziya bor. Bir marta ushab qoldi o'ng oyog'im. Stenoz, grijja, xo'p. 8 mm va 3 mm. L5 S1 da 8 mm, L4 L5 da 3 mm. Mengacha ham davolanganmisiz? Lecheniya olganman. Lecheniya olgansiz mengachami? Ha, bilaga, belga o'shanaqa bilagadan. Bel o'zidanmi? Ha, keyin qanaqadir kapinistalar kuygan. Mayli, xo'p. U haqida hech qanaqa e'tirozim yo'q, men yomonlamayman, lekin bu yerda to'g'ri yo'nalishni aytib ketamiz. Sinimiz aytayapti, blokada olganman deyapti. Ta'sir qilmagan, ko'ryapsizlarmi? Qachon oldingiz oxirgi marta shuni? Men 3-marta yotib davolangan. O'sha paytda, lecheniya payti blokada oldingiz. Necha kunga yetdi og'riq qolishi? Necha kunga yetkazib berdi? Og'riq o'tib ketmadi, so'z, hali chidasa bo'ladigan og'riq. Men boya aytdim, kiroringlar, opalar, sizlar ham kiroringlar. Sizlar kiroringlar. Ma'lumot olasizlar-da o'zingizlarga shu bilan. Mana men qo'ytinglar mana yoqqa. Kameraga chiqmaysizlar bu tomonda ham. Mana kamera faqat menga qarab turibdi. O'taryapman mana. Keling, opa siz ham kirib eshikni yopib qolamiz. Aha. Xo'p, sinimiz blokada olgan. Ta'sir ham qilmay qo'ygan. Nima ham demay qo'ygan, a? Og'rig'i kuchli bo'lgan, chidaydigan qilib bergan. Necha kunga chidaydigan bo'ldi? Keyin ushab qoldi. Yo'q, ushab qolganda borganman. Keyin o'sha blokada qilgandan keyin sekin qo'yib yuborib, og'riq pasayib qoldi. Chidasa bo'ladigan og'riq. Ushagan holatda borganman. Yaxshi. Bunaqa manual terapiya olmagansiz? Yo'q. Yaxshi. Endi olamiz endi. Bugun Bugun ikkinchi kun. Ikkinchi kuni. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Yaxshi. Opa, agar o'tirib tura olmasangiz-chi, mana unga nima qiling. Bo'lmasa siz joyingizda qilaymi? Sirazi. Men sizga kiraman, opa, bo'lmasam. Xo'p, siz uchun kiraman. Xo'p. Просто normal движение qilib xonangizga kirib qiynalmayman deyapman. Qani mikrofonimiz? Yaqinroqqa keling. Ha, opa, o'ngga ham shu beraveradi, uyatmaydi, opa. Sizlarga o'xshab unaqa emas, tannoz emas. Yelka zorga tashlang, bo'sh qo'yamiz. Nariga tomonga boshlaymiz.